arkadaşlar bugün sizlerle bir şeydi. Xullas bugungi videomizda biz hardcore'da yashashga harakat qilamiz. Qalbi qo'zab ketdi. Birinchi borib olamga kirganimda nojalarim qoldim, hayron qolish boshlaganda menga buzib yumush faqat lekin afsuski lekin uni o'ldirishga qaror qilmadi. Men uyga kirdimda eshikni qulflab qo'ydim. Vaziyat ham qildi. Bo'lsa men o'zimning resurslarimni qaytarishga kirishdim. Ziho vatandroq berarka, undarsalar negadir turibdi. Bugun senga o'xshab bugun to'rachku hali yapti. Lekin. yo'q. Ko'rdingmi? Ha. Bo'lsa do'stlar, men atgacha betarmayotdi, sararim bu meni tayoqcham. Xullas, endi bo'lsa men mana bu yerda narsalarni temirlangan narsasi. Ha, haligida u menga temir bergandi. Bekor kirkaya sorib qo'yadi. Xullas, endi bo'lsa nima qilishim kerak? Pauza qolay, jicha kuchayib olay. O'sha 5-kun ham kelyapti, lekin Ziho yana ketish kerak. To'g'rimi? Yo'q. Ha, nega senda qo'y yo'q-ku? Bu safar 3 kun ketdi. Yo'qki, lekin to'g'ri aytasan. Asaqalarim prakatga qo'yamiz lekin baribir, to'g'rimi? Lekin biz baribir uxlamaymiz. Yurkay uxlaymiz. Do'stlar, biz asaqalarni prakatga qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? Nima deyapsiz? Nega? Mavga qarab 5-kun ham, 4-kun ham o'z nihoyasiga yetdi. Asosiysi biz hardcore'damiz. Yulmasligimiz kerak. Bo'ldi, xullas, menda juda ham ko'p loyihalar bor. Endi bo'lsa men chacha deganimda mana shu yerda bitta epitskiy ferma bor. Chacha. Mana o'sha tayyor fermani. Ferma it chiqdi. Bolalar bizdan ferma tayyor. Bu yerda bo'lsa divanlar. Normal. Birorta narsa boqish kerak, faqat cho'chqadan tashqari. Qo'y kerak. Mana bitta. O'ldirmayapmiz. Jihon, o'ldirmaslik kerak deymiz. Ferganim yo'q. Bo'ldi, yaxshi. Biz naryoqdan baqa suzib o'tavermaymiz-ku. To'g'rimi? Mana ferma bekor turilibdi baski. Qanaqa qilib mana shu yerdan quraymi naryoq oroliga. Ziho akasi ishlab qopti. Bo'ldi endi. Endi buni olib borish kerak, menda jumbo. Qara. Nima kerak? Bu meniki-ku, olib kelmana. Yo, buni olib borish kerak-da. Yur baqa. Qo'ya. Yaramas. Hozir seni oshno qilib o'ldirdim. Yo'q, Meni urding. sifatida aytyapman. Ta'b. Biz narsa topishimiz kerak. 10 va 5-kunlar. Biz 6-kunda zerikdik. Shuning uchun biz sayohatga chiqdik. Betlarda juda ham ko'p ko'mirlar topdik. Juda ham yaxshigina ko'p va bularni hammasini men yig'ishtirib olishga qaror qildim. Marham. Videoni chunki bo'lyapsan. Menami juda ham ko'p. Bo'lsa kechqurun tushayotgani sababli uyga qaytishga majbur bo'ldik. Xullas, bu yerda ertaga o'rganamiz, to'g'rimi? Qani bo'lmasam ketdik. Qaranglar, quyosh botishi juda ham chiroyli. O'ldiribsanmi? Qoch! Yo'q, men o'ldiraman. Yur. Men meni yuzini o'ldiraman. Yo'q, qochdim men jonim kim? Yuray deyman. O'ldirdim. Hozir do'stlar, bizni ancha o'ldirib oldi ularni. Bizga kechqurun tushdi, lekin mayli bizga. Haligini vaqti yomon bo'ldi. Atgacha buna qilib, nimaga buna kirib ketdim deymi? Bo'yim o'tib bormadi, men telefonim qatiydi. Vallahi men lava topdim. Faqat Portal yasashga yetadi. Yo'q, menimcha lekin yetmasa kerak. Juda ham kichkina. Lekin biz tosh ferma qilishimiz mumkin emas. Ketdi. Tagi daraxtlardan ham olib ketamiz. Sayohat yaxshi bo'lyapti. Sen borib anda nega moblar paydo bo'lmayapti desangiz bilmadim, men nimaga paydo bo'lmayapti shuni. Lekin zato biz hozir biz omadimiz tezroq qilish kerak. Menimcha boshqa yerlarda biz bo'lgan joylarda o'z paydo bo'lyapti, biz bo'lsa qochib ketganmiz. To'g'ri. Lekin bu yerda
Bilmadim, lekin bizga foyda. Men lavani oldim. Ama. Ha. To'g'risanadi. Nimaga? To'g'risanadi. Biz o'g'illab, biz o'g'illar ko'p qo'yadi. Yur ketdi o'sha koningga. Biz Chiqoq yur. Orqaga uyga. nimaga? Chiqoq adashib. Topdim deyapti. Vatadrok ko'rsatdimmi desa, lavadroklarni. Fakir radar orqasidan yurdi. Bu yerda kon chiqadi 100% javob. O'sha. Voy, fakirlar. Ketdik. Mana shu yerga chiqdik. Har doimgidek. Nima deyapti o'zicha? Ha, buni qaranglar sizlar. Dunyodagi eng zo'r narsa. Qaranglar, bu yerda yana o'shanaqa la'nati bor. Bo'ldi. Ko'ramiz. Bo'pti. Endi adashmasam hozir jonimiz to'lishi kerak. Nimagadir hozir jonimiz otmayapti desalaring, bizda ovqat bor mana shuncha. To'g'rimi? Ha, bo'ldi-be, jot chiqdi-be. Chiqdi-be. Pastga qo'yil, patsachi. Chiqadimi yoki yo'q? Voy. Kirkansindi. Nima qilamiz-da? Yana kirkinchi bor ekan, kirkinchi. Fakirlarni hammasiga fakir yasamoqda. Oyoq kiyiming bor? Oyoq kiyimim yo'q. Men senga oyoqing sovqat berdim. Yo'q, cho'kajagi bu yapadi. Beta tibir topganini pishirib yuboraman deyapti. Lekin biz ko'lada o'rgatishimiz kerak. Mana pishiryapti, steklarni bu yerda. Nega yo'raymiz? Ishni deyap, qayerga ketib bordingsen? O'ldirapti ekan. Hozir yugurish kerak. Qani o'ldir. Va hammasini yo'ldir. Vuy! Qachon qol? Ay, boshqa gap ketdi. Vahshiy ketdi. Xonadagi ko'chatlarni olib kelaylik. Yur uyga. Nimaga uyga? Yur uyga. Bo'pti, rostara uyga qayt. Yur uyga. Ko'chatlarni olib kelaman men xullas. 6. Bo'ldi. Ketdi unda. Voy do'stlar, bunday bo'lib qoldi. Bo'ldi, ketdi. To'xta. Men metagini olay. Hammasini olamiz. Bo'ldi, ketdi uyga. Bo'ldi, ketdingmi? Uyga. Mana men pastga tushyapman. Vaterdrok olmayman-da. Patsanchalar. Haydi, lavadrok. Qo'yaqs ketdi. Qo'yaqs ketishdim, ketdi. 1 2 3 sam uyga telpor. 1 2 3. To'g'ri, uyga ham qaytib kelyapmiz. Bugun nechinchi kun? Bugunmi? Adashmasam 7-chi kun. Da, o'sha bir hafta yashadik. Oh my god. Tabriklar. Qachonki? La'natini. Menga ko'ra. La'natini ketman. Jarroh. Ular. Sekin. Mana shu yerda qilamiz do'stlar. Uzoq sayohatdan keyin qaytib aha bo'lyapti bichar. Chiqib ham 8-kunga ketdik. Bizda 8-kun qayerda? Ya'ni biz narsalarni qilmagan narsa o'ylayapmiz. Ya'ni men gidiryapman. Rilag'ishda biz bosib, rilag'ishda bularni qamadik. Biz bunday kutib olamiz azizlar. Qanoqaga temir yetmaydi, to'g'rimi obunachilar? Bormi? Necha kerak? Obunachilar biz mana bu yerda tosh ferma qilishga urindik. Qarang, ko'pdagi qilib qo'ysa, topchamiz. Qo'limiz oxirgacha. Ha, to'g'ri aytasan. Birata joyda oxirgacha ko'ylaylik, yur, olmasa barimiz balki. Ha, bo'ldi, qo'lay. Yur ketdik, billa. Manu konchimizdan yur. Yur patsachi. O'zi boshidami? To'laylik obunachilar bir. To'laymiz. 9-kun ham tugadi va bizda 10-kunni qarshi olamiz. Va ertalab Dunyodagi eng kong topishini ko'rsataylik, yo'q? Yo'q, menda daram yaxshiroq qo'yaman. Qonni qo'yapman. Bo'pti. Bir odamlarning uchun sizga bitta qayiq va lapata kerak bo'ladi va birata chuqur joy. To'g'rimi, yo'q? Ekstra mana obunachilarga. Mana va o'tirasizlar va ehtiyot bo'lib, ana xurum yurda ko'llar bor do'stlar. Qo'ydi mana ko'rsatayman. Voy, mana bu yerda lavalar bor ekan. Qarang, yo'q? Oppa, yaxshi. Mayli, men ham obunachilarga ko'rsatay. Yo'q! Akacha, buni kishvalada qilish. Och. Bo'la qol, hozir qoching. Qara qilib qochamaydi. Qoch tur. Qoch.
Bo'ldi. Endi obrazlarga Qo'yaveradi. o'sha konga keyingi qismda boramiz. To'g'rimi? Jaki. Bo'ldi, hozir boramiz bunda. Yo'q. Mana keyingi qismda. Bo'ldi, hozir daraxt chopib, u ishlarni qilib olamiz. Siz biz bilan bo'lganingiz rahmat. Davomi chiqsin deganlar 20 ta like va undan zo'r va iltimos kanalimizga obuna bo'ling. Hali bo'lmasam, ketdi. Ikkalasini ham yopish kerak.